Assalomu alaykum YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlar, Uzmaster obunachilari. Bugun hafta kuniga yakshanba 29-iyun Toshkent viloyati Qibray tumani Sho'romol bozori yonida video syomkamizni boshladik o'rtoqlar. Bugungi videomizda 5 bosh, 2 bosh, 3 bosh erkak, 2 bosh urg'ochi. Mana bu 2 kilo bo'lsa egizak o'rtoqlar mana. Egizaklarimiz xudo xolasa bugun tug'ilishdi o'rtoqlar. Bugun mana egizaklar bugun tug'ilishgan o'rtoqlar mana. Ola qizili urg'ochi, ola qorasi erkak mana. Haychonlar. Kichkina tug'ilishgan o'rtoqlar mana. Bir sutkalik bo'lishdi mana, bir sutkalik. Egizaklarimiz narxi 14 million so'm, 7 million so'mdan bir joyga sotamiz faqat. Xohlaylar 3 kundan keyin, xohlaylar hozir, xohlaylar ertaga. Lekin bularni ayirmaymiz o'rtoqlar. Mana. Unisi erkak, bunisi urg'ochi. Mana. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab eti o'tilgan narxda. Narigisi endi qadam bosyapti, bunisi mana o'sha yurib ketdi. Mana o'rtoqlar yuryapti o'sha mana. Qadam bosyapti. 14 million so'm narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi o'zimizdan o'rtoqlar. Mana bunisi urg'ochisi yuryapti. Erkagi endi yurishni boshladi. Bu rossiyskiy buqachamiz o'rtoqlar mana. Bu ham xudo xolasa bir hafta nari berisi bo'lyapti. Narxi 11,5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi o'zimizdan. Bu bo'lsa shved buqachamiz. 2 oylik o'rtoqlar. 2 oylik bo'ylari 1.10 chiqib qoladi xudo xolasa. Shved buqacha. Mana. Baqbaqalarini ko'ryapsizlar o'rtoqlar mana. Mana. Oldilari mana. Shved. Shvedimizning narxi 17 million so'm o'rtoqlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi o'zimizdan. Lakasi tashiysizlar. Xudo xolasa uylarga bizoq yetib boradi. Sigirim tug'di, qo'shib qo'yaman deydigan ko'kalarimizga egizakga harakat qilinglar mana. Xudo xolasa egizak yomon emas. Tanijoni sog' yaxshi. 5-chi buzog'imiz mana gibrid. Simentalga rossiyskiy gibrid. Bugun 4-kun tug'ilganiga. Juda yirik tug'ilgan jonivor. Bunimizning narxi 11,5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi o'zimizdan. Mana o'rtoqlar. Orqa oldilari. Mana. Haqiqiy gibrid deydi-yu. 70 kilo, 65 kilo xudo xolasa shunaqa chiqib qoladi o'rtoqlar mana. Uzmasterga omad deganlar bitta like bosib qo'yasizlar, likelarni yemaysizlar o'rtoqlar. Mana bizolar xudo xolasa 5 bosh общий. Shved ishqibozlariga ko'kalarimizga mana shved. Toza shved lekin mana. Xudo xolasa lakasi tashiysizlar, kartaga zaklat tashiysizlar, uydan shofirlarga berasizlar. Muammosi umuman yo'q o'rtoqlar. Mana. Yana o'sha gap qaytaramiz. Buzoq boqishni eplaganlar buzoq olinglar, bo'lmasa olmanglar. Sizlar buzoqni olib o'ldirib, aybi bizadan yoki buzoqdan qidirib, qayerdagi xotinchalishligi o'sha kommentariya yozib, bunaqa narsa kerak emas. Erkak bo'lish kerak hamma. Mana. Tanijoni sog'. Xohlaylar kelib tekshirib olib ketinglar. Hech qanaqa muammosi yo'q. Mana shvedni o'zini alohida olib beraman o'rtoqlar. Eti o'tirgan narxda ozgina xayri ham bor o'rtoqlar. Shvedni ham, bunimizni ham, bunimizni ham, egizaklar ham mana. Mana endi yuryapti mana jonlar. Mana. Bunisi urg'ochi. Bunisi erkak. Ikkalovi ham egizak. Boshqa sigirniki deydiganlarga onasini videosi bor. Videosi bor o'rtoqlar. Onasi haqiqatan shu ikkalovini tug'ganligi to'g'risida kameraga ham tushgan fermada. O'zimizdan videoga oldik. Mana erkagi. Qo'shib qo'yasizlar sigirlarga xudo xolasa. Urg'ochisi mana. Mana shved. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekrandagi nomerlarimiz 24 soat aloqada o'rtoqlar.